Hammaga salom. Mening obunachilarim va boshqa meni ko'rib o'tirgan odamlar, akkauntdagi odamlar. Bugun men yangi qishloqda hayot kechiraman va biz qishloqni topishni boshladik. Qani ketdik. Qani yangi qishloq topish kerak. To'xtang, daraxt sindirib olish kerak. Hayotimizni davom ettiramiz. Qishloq topsakgina tinchimiz. Hozirgacha yetdik. Qishloqni o'zi ham topilibdi. O'zi qishloqqa zo'rmiz. Aynan men bu qishloqning mahalliy aholisi qanday ekan ko'rib chiqamiz. Voy bolakay, qandaysan? Salom qishloq, yaxshimisan? Salom qishloq. Salom, isming nima seni? Salom, isming nima seni? Mening ismim Firouz. Men bu yerga kelgandan juda ham shodman. Nima uchun bu yerga kelding? Sababi nima? Ayta olasanmi? Albatta, men bu yerga jon saqlash uchun, hayot kechirish uchun keldim. Unda bilmasang qishlog'imizni sayr qilishing mumkin. Xohlaganingcha. Lekin bundan avval qishloqning meriga borishingga to'g'ri keladi. Qani bora qol, merni topishga harakat qil. Mayli. Ketdik. Merni topamiz. Mer, qayerda qoldingiz? Yo'q, bular mer emas. Shunchaki boshqa odamlar. Bozor bo'lib ketdi. Mana men nima bilan gaping bormidi? Isming nima? Aytingchi. Mening ismim Firouz. Bu yerga kelgandan maqsad yangi hayot boshlamoqchi edim. Bunga ruxsat berasizmi? Iltimos, qishloq janoblari. Iltimos. Mayli, ruxsat beraman. Sizdan yaxshi odam yo'q. Men faqatgina bir shartim bor. Qanaqa shart? Aytavering. Menga farqi yo'q. Har kuni biror bir qishloqilarimizga ish sifatida yordam berasan. Ish sifatida yordam berasan dedingizmi? Albatta. Ba'zi qishloqlarni tilga uncha tushunmay qolaman. Mayli, rahmat sizga mer. Yo'q. Kech tushdi do'stlar. Yo'q. Mayli. Yangi uy. Mana shu yerda yaxshi ruxsat beraman degan edi qishloqqa. Mayli, uxlaymiz. Buni boshlaymiz. Qani ketdik. Mana bu yerni to'g'rilab qo'yishimiz kerak va ko'proq daraxt olishimiz kerak. Ham oldik. Bu yer savannani daraxtidan ekan. Shvilstak olish kerak. Shvilstak. Birinchi taxta, keyin topor, kirka. Mana shunday qilib yana daraxt olishimiz kerak. Biz hozir meni uyga borishimiz kerak va mer bizga topshiriq beradi. Bugun menga qanaqa topshiriq berasiz? Aytsangiz bemalol bajaraman. Bugungi ishing seni butun mana shu qishloqdagi fermerlarga yordam berish. Fermerlarga yordam berish? Albatta. Qani ketdik. Qani bu ko'chatlarni yig'ib olish. Qani ketdik.
Boshqa fermerlarnikini ham qilish kerak. Aksincha, biz bu fermerning uyiga narsalarni solib qo'yishimiz kerak. Mana fermerning uyi. Salom fermer. Biz sizga sizning ko'chatlaringizni topshiryapman. O'tiring. U yana bor ekan. U qishloqqa menga hammasini olib kelaver, qayta ekma degani. Chunki unda hali donlar juda ham ko'p edi. Biz hozir yangi donlarni ekib chiqishimiz kerak. Mana shunday. Assalomu alaykum. Mana sizlar. Mana yana bir. Mer. Qishloq hokimi. Nima ishing bor? Mana men fermerlarni hamma ishlarni qilib chiqdim. Yana sizga qanday ish buyurasiz? Aytavering. Bo'lmasa ana bu uzoq yerlarga borganda qishlog'imizni atroflarini qarab chiqqan. Agar biror bir odamlar kelgan bo'lsa, menga xabar ber. Albatta. Oho, bu yerni balandligini tekshirib ko'ramiz. Kim kelishi mumkin? Hech kim yo'q ekan. Bo'lmasa qani ketdik. Janob mer. Hozirda hech kim uchramaydi. Allaqanday hech narsa ham uchramaydi. Mayli, hozirda kun botyapti. Joyga uxlay qol, ertaga topshiriq beraman. Albatta. Xayrli tun, janob mer. Xayrli tun. Hamma qishloqlarga xayrli tun. Men uyimga borishim kerak. Hozirda mana uyim ta'mirlanib bo'lguncha shu yerda uxlayman. Ikkinchi tong. Qani qishloq janob merning oldiga boramiz. Janob mer. Uyqudan to'ydingmi? Ha, to'ydim. Menga bir topshiriq bersangiz rozi bo'lardim. Albatta, temirchilar xonasiga qarab tura olasanmi? Ha, mayli. Xayr, janob mer. Oyo. Mayli chiqoldik. Qani qaraylikchi. Oho, temirchi salkam boy. Mana shu yerda endi hayot kechiraman. Mana shu yerda. Hammaga xayr do'stlar. Bu videom sizga yoqqan bo'lsa, like va komment kutib qolaman. Ayniqsa obuna. Hammaga xayr mening obunachilarim. Xayr.